Chet el taratqullarining bildirishicha, Uyg'ur elidek Xitoyning mutlaq saqchi sistemasidagi bir rayonda turib, xalqaro jamiyatga o'zining tutqun qilinishidan saqlab qolishni chaqiriq qilish oz uchraydigan bir ahvol ekan. Merkezi Pragadagi Ozodlik radiosining bergan bu vaqtdagi xabarida bu yil 47 yoshli qozoq jurnalist va muzikant ayol Janargul Jumatayning o'tgan hafta chet eldagi qozoqlar bilan aloqalashganligi sababidan yerlik amallik organlarining tutqun qilish xavfiga uchrab, xalqarodan yordam so'raganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, Janargul Jumatay Xitoy bexatarlik doiralarining uningga agar u ruhiy kasalliklar doktorxonasiga tizimga olsa, omon qoldiganligini aytganligi. Shunga xalqaro jamiyatdan o'zining Qozog'istonga chiqib ketishiga yordam qilishni umid qilganligini bildirgan. U 2 yanvar kuni Daniyalik Uyg'urshunos Roni Stenberg bilan telefonda so'zlashganda uningga agar men yo'qolib ketsam yoki o'lib ketsam, dunyoning ularni javobgarlikka tortishini talab qilaman degan. Ozodlik radiosining aytishicha, Janargul Jumatay o'zining ilgari Xitoyning qayta tarbiyalash markazlari deb atalgan lagerlarining birida yotganligini aytgan. Xabarda ilgari bir mezgil Qozog'iston radio televiziya şirkatida muharrir bo'lib ishlagan Janargul Jumatayning oshkora bo'lgan Xitoy saqchi hujjatlarida 2017-yilda tutqun qilinganligi qayd qilinganligini bildirgan. Uning delosiga Qozog'iston hukumatining qanday inkas qaytarganligi ma'lum emas. Qozog'iston texi o'tgan yil 10-oyda BDT kishilik huquq kengashi ba'zi g'arb davlatlarining Uyg'ur vaziyatini muzokara qilish taklif loyihasini ovozga qo'yganda Xitoyni qo'llab taklif loyihasiga rad ovozi bergan. Hurmatli radio tinglovchilar, dаңlıq naqshchi Janargul Jumatay 1999-yili Qozog'istonga chiqib o'qigan va o'qish bitirgandan keyin Qozog'istonda axborot sohasida ma'lum mezgil xizmat qilgan. 2008-yili Urumchiga qaytib kelib, san'at sohasida xizmat qilgan. Uning san'at sohasidagi xizmatlari bir mezgil Xitoyning har darajali davlat organlari tomonidan muayyanlashtirilgan va uningga mukofotlar berilgan. Ammo u keyingi yillarda yayloqlardan ayrilib qolgan va yetarli to'lamga erishamagan qozoq chorvachilarning dard shikoyatlarini Abdumraylik va davlatlik aloqador organlarga yetkazgan. Bu sababli 2017-yil kuzda tutqun qilingan. U 2 yil atalmış tarbiyalangandan keyin qo'yib berilgan. Ammo mengishtirishi qattiq nazorat ostiga ilingan. Nazarband uni so'ygan san'at sohasida emas, tijoriy hayotidan, jumladan tirikchilik yo'lidan mahrum qoldirgan. Natijada Qozog'istonda chala qolgan tijoratini davomlashtirish va shaxsiy turmush ishlarini o'rinlashtirish uchun Qozog'istonga chiqishni planlab, pasportga iltimos qilgan. Uning pasport talabi rad qilinib qolmasdan, texnik qattiq nazorat ostiga ilingan. Lagerda tatgan azoblari va Nazarband ostida boshdan kechirayotganlariga qarab, taqdirdan andish qilgan Janargul ahvolni xalqaro jamoatga oshkorlashga qaror qilgan. Chex Cumhuriyetidagi Falaki Universitetining Uyg'urcha ismi Yusufjon bo'lgan doktorat tadqiqotchisi antropolog Ron Stenberg apandining radiomizga yo'llagan suhbat xotirasida ma'lum bo'lishicha. Salom Janargul, qanday qilasiz? Yaxshimisiz? Yusufjon, yaxshimisiz? Yaxshi. O'zingizchi? Yaxshi. Sog' salomat turibsizlar? Uydami? Uyda. Sog' turibmiz. Janargul Jumatay uning ziyoratini qabul qilgandan bugungacha, ya'ni 9 yanvargacha Xitoy tarafining texnik daxli tarziga uchirmagan. Aksicha o'zi qarata nazorat ma'lum darajada bo'shagan. Soqchi sho'chi telefon qilmagandan keyin bir xil ko'nglim tinchib qoldi. Kunda telefon qilib, kunda ishni oldida turib, u buning qo'ydirib boshda qilaveradi emasmi? Ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston elchixonasi Janargulning ahvoli haqida Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bilan aloqalashgan. Qozog'iston konsulidan Beijingdan telefon qilib, sizning narsangizni, siz kelgan xatni mushurimcha vaybanga avatdik. Madishanba kunlari, keladigan kunlari berib so'rang dedi. Andan yana xatning bir nusxasini bizning davlatning Tungo Vayjobu Tashqi ishlar ministrligiga yo'llabdilar. Ashta qildik dedi. So'ngan dishanba kuni o'zim o'tilbamay acamni oldi bilan avtib bizning bir odamni vaydanga shunaqa qiling bilib shu degini bo'yicha ish qilay deb shu ashta qilib o'tdim. Boshqa ish yo'q shu hozircha mushtaq.
Bu suhbat xotirasi degan ma'lum bo'lishicha, Urumchidagi aloqador o'rinlar Janargulning pasport iltimosiga qarata bu navbat oshkora rad bo'lsa deb bo'lmagan bo'lsa-mu? Men nüfusum turuşluq saqçıga telefon qilib, men xo'jabanni qilaydigan, pasportlarni qilaydigan, hozir banni qildigan meni aytibdi. Men qila oladigan men basib berib qilsam bo'lamdi desam, o'zing berib shuncha qilsan degan keyin tushdan keyin ocham borgan. Mening Şengen'den elip. Bağ berip diken tok bir jadval, Cungo fuqaralarining chegaradan chiqish nemisini to'ldirish jadvali degan. Shuni beribdi. O saqchi bilan achamning telefonida saqchi o'zimga tushuntirdi. Chaqirish qog'ozi Yovchinxon chegarasida tuqqanning chaqirish qog'ozi. Andan ya bu şu Tashqi ishlar ministerligidan kelgan xat, nopos Şönböncan andan Kucağı sörtüme düşüp, aldı bilen berip, aşağı cüyde turuşluk pençi mincinga kol koydurup, andan Parisonun socağın kol koydurup, jadvalni başkızıp, şu akilislen andan biz başlayımız dep başladıkken. Ama daireler Janargül'ge ilgiri çok kıtım yalgan sözlügen ve vədisinden yeni vağın boğaşka, Janargül bu kıtım körünüşteki icabi yüzülünüşten hatırcan bulanmağa. Menimce olganda bu burunlatının ne çıktı müştaşla boğamaz mı? Hazır benlik olsa anı kılmanı kıl dep kendini uyamanğız bir yer bağan çağda o yok, o kol koymadı, kol koyuşuk bulmaydıken degende kişilerini kılıp burunu 90 kıtım 40 degen neyse o. Hem de oylayın bu da mı yani açta bop kala mı? O ta ki pasportunu kullanmagıça ve çığıradın sağ-salamat çıkmagıça xalqaro axborotdan aloqasini uzmaydiganligi va mumkin bo'lsa BDTning kishilik huquq xodimlari bilan ko'rishishga tayyor ekanligini ta'kidlagan. Buningki natijasi mayli yaxshi, mayli yomon bo'lishidan qat'iy nazar biz basimiz bo'ldi. Shunlashda chunki men burunlatim bu ish ko'mgan xo'rliqni ko'rib Mush kunga kelgan. Keyin yani bu adam bermaymiz yo berimiz u degan ishlarni qilib, ya bo'lmasa u ham bu ham mandurib birdan penchi minchi yo'qlik. Burun boshdan ishlar chiqamasmi? Shunga undashdan shunda tirab ketgan. Bundan keyin men naqilqi xotirjamlik nimasiga yetmagichilik men teshikdikilar bilan aloqa o'rnatishni to'xtatmayman. Biz bugun mazkur taraqqiyotning sababkorlaridan biri bo'lgan Yusufcan Efendi'den Janargül'ün ahvali ve işinin terakkiyatı hakkında təsiratını sorduk. O Janargül'ün ahvaldaki icabi ve selbi ihtimallıklar hakkında tahminlerini bayan kılandı ki ümitlendiriyotgan narsa onun hikayesini sözlep bulduk, mediaga chiqib bo'ldi. Ikkinchisi hozircha saqchi uni tutmadi. Ondan xalqaro medialarga chiqqandan keyin hozir uni tutsa cho'qim cho'ngroq bir ish bo'lib qilishi mumkin. Shuning uchun menmo balkim tutmasligi mumkin deb o'ylayman. Lekin meni umitsizlantirganmi narsami bor. U texi pasport olmadi. Uning ustiga Urumchidagi ba'zi kadrlar qozoq chorvachilardan jiq pul yeb ketgan, para degandek ilib olgan. Shuning uchun ularmi balkim Janagül chiqsa, bizningki ismlarimizni deb bersa, bizga chataq bo'lishi mumkin deb o'ylab, uni qo'yib bergisi kelmasligi mumkin. Janargül Jumatayning haqqoniyatchiligi va qat'iy irodasiga qarata qoyilligini bayon qildi. Men Janagül bilan ko'p paranglashib ketdim. U bek batur ayolken. U chorvachilarga igi chiqib bo'lib, keyin hukumatga as qildi, Urumchidagi hukumatni Beijingda as qildi. Qandaq nahaq bo'lsa chiqib gap qildigan ayolken. Hozirmi o'zining ishlari yaxshi chiqmagandan keyin uyda o'ltirmayla Qozog'istonga xat yozib, keyin xalqaro medialarga gap qilib, ular saqchi uningga telefon qilib, uni sizni tutamiz desami, yana gap qilishdan yanmay ishlarni so'zlab berdi. U bek batur ayol ekan. U menga cho'ng ta'sir berdi. Har qanday bir tuzilmaning ojiz va kuchli nuqtalari bo'lganligini eskartgan. Ikkinchi ta'siratim men shuni hikoyasi orqali, boshqalarning hikoyasi orqali shu Xitoydagi sistemninki murakkab ekanligini ko'rdim. Yusufcan Efendi Xitoyning mavjud ahvoliga qarata
tadbirlik bo'lgan ahvol ostida masalalarni tubdan bo'lmasmi qisman hal qilgani bo'lganligini bayqaganligini ilgari surdi. Murakkab bo'lsa albatta uning ichdagi odamlarga yaxshi bo'lmaydi, lekin u yerlarni yaxshiroq tushunib, balkim bizmo hech bo'lmasa bir necha odamlarni qutqizib olishga yoki yordam berishga ishlatilishimiz mumkin deb o'ylayman. Endi shundoq umidim chiqib qoldi shu hikoyadan. Hurmatli radio dinləyicilər, yuqorida Urumchida turib xalqaro jamoatdan yordam talab qilgan qozoq san'atkor Janargul Jumatayning navbatdagi ahvoli haqida anglitib berdik.